Aziz ustozlar, hurmatli bugungi tadbirimiz ishtirokchilari, ruxsatlaringiz bilan bugungi tadbirimizni O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlaymiz. Katta rahmat. Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Ishtixon tuman ixtisoslashtirilgan maktabining ochilish tadbiriga xush kelibsizlar. Tabrik uchun so'z mamnuniyat bilan viloyatimiz hokimi Turdimov Erkinjon Oqbo'tayevichga. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbirimiz ishtirokchilari. Endi bu yerga kirgan mana farzandlarimiz bu yerdan davlatning, ota-onasining, umuman olganda mana shu yurtimizning tayanchi bo'ladi, xudo xohlasa. Mana men bugun juda ham hayajondaman, chunki qishlog'imizda Prezident maktabini davomi maxsus maktab ochilgandik. Men ishonaman, mana shu maktabimizda o'qiyotgan farzandlarimiz juda ham chuqur bilim oladilar va kelajakda o'zimizning yurtimiz uchun, mana shu qishloqlarimizda obodliklari uchun juda katta hissalarni qo'shadilar. Katta rahmat, aziz mehmonlar. Demak, ruxsatlaringiz bilan albatta tadbirimizni, demak, ochilish marosimini boshlaymiz. Nuroniylarimizni taklif etamiz. Marhamat. Sizlar ertaga madaniyat o'chog'i bo'ldinglar. Qishloqda ham, bozorlarga ham, boshqalarga ham o'rnak bo'ladi.